Assalomu alaykum. YouTube ishqibozlari, Chorvador Uz Yangiyo'l obunachilari. Ozgina vaqtimiz bo'lmay video chiqara olmay qoldik. Mana bugun hozir vaqt bo'lib qoladi, shuning uchun video qilishga qaror qildim. Xudo xolasa bugun 2026-yil 17-yanvar hafta kuniga shanba kuni. Xudo xolasa mana qo'ylarimiz. Bizni kuzatib borayotganlar biladi. Bu chiqarma soliqlari ichida edi. Hozir buni bu yoqqa oldik alohida. Keyin bitta yangilik bo'ldi. Xudo xolasa qo'yimiz mana ko'paydi. Mana qo'zichog'i soliqcha tug'ildi, xudo xolasa mana. Kecha ertalab tuqqan. Buni alohida ajratib qo'ydik. Bular ichidan mana bu yoqdagilarimiz xudo xolasa bilan sekin boshlayapti ko'payishni. Qo'ylarimiz holati zo'r. Mana taglari ozgina qo'l bo'lib shiltirib ketganiga sholini ustidan olib keldik. Sholini ustidagi po'stlog'idan olib kelib sochdik. Effekti yaxshi narsa ekan, sizlarga ham tavsiya qilaman. Shundan tagiga sepsanglar mana quruq turaverar ekan. Hamma joyda bor, u arzimagan pul turar ekan. Effekti mana apilkadan ancha taxtani qirindisidan ancha yaxshi ekan. O'shanga mana buni alohida qilib ajratdik-da bu yog'ini. Bu yog'ini raddon qilib qo'ydik. Bu yoqqa tuqqanlarni bu tomonga o'tkazaveramiz hammasini. Mana holatlari zo'r. Xudo xolasa zo'r. Mana bu qo'chqarimiz urug'ligiga chiqazdik. Alohida qilib mana bo'ylari 95-1 metr orasida. Namunamiz ana 1 metr. Bunisi 1 metr. Agar mabodo ishqibozi qiziqqanlari bo'lsa, qo'chqarlarimiz sotiladi. Mana shu ikkitasi, ikkita qorasi. Urug'likka boqaman, nasl olaman deganlarga mana shuni tavsiya qilib qolamiz. Simjunidan mana holatlari zo'r. Mana shu ikkalasi sotiladi, xudo xolasa agar qiziqqanlar bo'lsa, nomer qo'yib qo'yamiz, aloqaga chiqarasizlar. Xo'p, mana shu bizning mini fermamizning xudo xolasa qo'ylari holatlari. Yeb-ichishlari zo'r, hammasi. Bular mana xudo xolasa ko'payib qolsa ancha yana kengayadi. Mini fermamiz. Mana shu tagiga sepsanglar ancha quruq turar ekan. Tavsiyalar. Mana shundan qilinglar. Hammaga tavsiya qilib qolaman. Shunda quruq bo'lib, taglari, bemalol qo'ylari oyog'idan zaxam o'tmaydi. Mana shu hamma kasalliklar aslida mana shu oyoqdan o'tadi. Hozir ko'p joyda mana shu oqsil kasalligi tarqalgan. Juda ko'p joylarda shundan ehtiyot bo'lish kerak. Yana bir narsa hozir esimga tushib qoldi. Bizni qo'ylar ham chiqdi shu kasallikdan. Juda og'ir o'tadi. Shundan bir ehtiyot bo'lib, mana havodan, qushlardan, shulardan kelar ekan kasalliklar. Shunga bularga eng yaxshi davosi har narsa qilib ko'rdik. Bulardan eng yaxshi effekt bergani sizlar bilan ulashaman. Benzin, oddiy mana shu o'zimiz mashinaga qo'yadigan benzindan misol uchun oyog'i orib qoladi, og'zilariga yara toshib hech narsa yolmay qoladi qo'ylar. O'shanga eng yaxshi davosi shu benzinni olib baklashkaga quyib, oyoqlariga sepib, keyin mana bu og'ziga kirib ketish kerak emas, shu tumshug'ini o'z atrofiga shundoq benzinni o'zini sekin ko'p emas, ozgina sepsa, mana bu og'iz bo'shlig'idagi shu parazitlari hammasini biz ko'zimizga ko'rmaydi, mikroblar, parazitlari hammasini o'ldiradi. Benzinning effekti ancha yaxshi ekan. Shunga shu boshimizdan o'tgan narsalari sekin-sekin tajriba oshib boraveradi. Shu narsalari agar kimda shunaqa bo'lgan bo'lsa, shundan qilinglar. Kimlardir endi salarka deydi, yana kimlardir
Mana bu spirtni ham ishlatganlar ham bo'pti. Buni spirtlari biz qilib ko'rmadik, endi biz shu tajribadan o'tgani shu eng yaxshi shu benzin bo'ldi. Benzinda yaxshi ekan. Molga ham, qo'yga ham qilsa bo'laveradi. 2 martada o'sha effekti bilinadi. 2 martada bilindi. O'shaning uchun faqat ko'p qilmaysizlar, sal qo'ylar bosh aylanib gandirelaydi benzinni mana hidiga. O'shanga ko'p qilmaysizlar, ozgina. Shu 2 martada o'sha ancha yaxshi bo'lib qoladi. Uchinchisini ham qilaveringlar. Yaxshi bo'lib qolaveradi. Yana mana qo'chqarlarimizni xudo xolasa sotdik, yetilib qoldi. Ular hammasini oyog'ida sotdik. O'shanga endi mana bu joy bo'shash kerak, ozgina joy kichkinalik qilib qoladi. Shunga quruq joyga bu tomonga olib turib, ko'paysa shuna qilamiz. Hammalari chorvalarga Alloh baraka bersin. Hammaga omad, kunimiz xayrli o'tsin. Ishingizga rivoj, bizni kuzatishda davom etinglar. Bizni obuna bo'lib ko'rmayotganlar ko'p ekan, shunga obuna bo'lib qo'yinglar. Yaxshi videolar chiqarishga harakat qilamiz. Videoda agar xato kamchiliklar bo'lsa, oldindan uzr so'rab qo'yamiz. Bitta like bosishni esdan chiqmasin. Videolarimiz kengroq tarqalishi uchun like ayamanglar. Joninglar sog' bo'lsin, kuninglar xayrli o'tsin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Charchamanglar.